Mankan xariflar. Xulosada 3 o'g'limiz. Alisheram bor o'zim ustam, Samo media egasi. İş yok. Hep bilmiysen o işni. Ay zamanı şagirtligim biladi. Shu Fix hemen. Mana podkastdan boshlab oldik a? Ha! Men hozirgi kunda bir maqsadga erishdim deb bilmayman hali. Xayol berib turib garajga urgan. Assalomu alaykum, ne gapsiz? Podkastimiz abunachilari. Yine bize bugun da birinchi sonimizdamiz. Birinchi sonimizda o'z-o'zlarimiz Tixopga har doim biladigan Hasanov Shexnazar. Bon tarafimizda har doim o'zlaringiz taniydigan, ko'rib yurgan Qo'shishbirda Instagramdan portlatif atgan Jasurbek oladi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ne gap so'z podkastimizni birinchi soni bo'ladi. Shu o'z-o'zlarimiz Tixopga gaplashib o'tiramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, qiziqli joylarni ko'rasizlar. Ne gapsiz Jasurbek yine? Tinchlik. Podkastimiz ham shunday gapsiz olib yotdi. O'zlarimizni chisti shevada, chisti o'zlarimizni dilda, tilamas dilda. Jaydaricha. Jaydaricha. Yaxshi. Ne gap so'z podkastimizni o'zi bir savolim bor-a sana. Qara. Xo'p. Hozir sen shunda video guruhmisan? Hozirgi kunda. Hozirgi kunda video guruhman bor. Video guruhsan. Video guruhman. Nechap kirib kelsan shu narsaga o'zi? Video guruhga kirib kelishim, ochiqchasini aytib olsak, dim qiziqarliqman kirib kelishim. Dim prikolni ekan, o'zim ham bilmayman. Endi ras ochilganda ko'ra takansa gaplashamiz mana. Ha. Bilsang, sen bilan endi birga o'sganmiz-ku. Ha. Yosh vaqtimizda bilsang, ha biz cringe videolar ishladik, bilasan, Instagram 2019, 2021-yillarda, yo'q, 20-yillar rivojlandi, narsa karantin vaqtida ham uyda ham TikTok yorib ketdi, bilsang. Bu pianar. Yamankan xariflar. Ha, shunday TikTok yorib ketgan vaqtda ham TikTok house'larga bo'ladi, bilsang, house'ning ichidan 5-6 odamlar bir-birlariga blogerlar girib turib, ya'ni trendli ishlaydilar. Shu vaqtlari bizlar ham yodingda bo'lsa sen bilan, ya sen nima bo'lmasang, uyda o'zlarimiz rasmlar bilsang, uni cringe, uni fon qo'shiqlar bo'ladi-ku, arabiskiy qo'shiqlar, ashuniy qo'shiqlar bilan ya düzüp, netip, montaj etishga qiziqadi. Avoy, Hajiboyev deb sen qo'yardik-ku, Hasanov deb ashuna qo'yardik. Oshinatib saytsam, video olishga qiziqqanman. Lekin boshda yosh vaqtimizda endi to'g'risini aytsam, xulosada 3 o'g'limiz. O'xsha qiziqqanman, 9-sinfgacha yaxshi o'qiganman. O'xsha topshirmading-a o'zi? Ha, o'xsha. Birga topshirdik-a? O'xsha topshirdim. Chabalagansiz. 138 bilan girolmadim. 138 bilan. 138. Qaranglar, 138 ball bilan girolmaydi. Hozirgi kundagilar 60-70 ball olib girolmayman deb yuradilar axir. 60-70, u 70 ham kontrakt keladi darsi. Shu vaqtda Benatda rasol berganman asli. O'sin shunday deb nima deydi? Pala qiziqib ketgandan keyin Vanda banda ishlab yurganman, pandemiyaganman, o'ynatganman. Lekin o'ta darajada video olishga qiziqqanman. Keyin cheta chiqib ishlab keldik, shu har kimning boshidan tushgandim. Kazaka bordi. Yes. Atrof. Ha. Agar meni ko'rib turgan bo'lsang, ne? Ablay. Ben video qilib ketdim deb. O'sam, ashunday iPhone app berdi. Dolan yurib ekan padar ketdi iPhone. Men iPhone olaman dedim, unataman dedim. Yaxshi deb iPhone app berdi ekan, shundan keyin iPhone'dagi вообще video qiziqadim bo'ldim. Kommunikatsiyasi bilan boshqa kommunikatsiyasi. O'zi iPhone olganlar hammasi SMH bo'ladi, ya monograf bo'ladi, to'g'rimi? Ketadi, to'g'ri. O'san birinchi videolarni shu iPhone'da olib bossamman. Keyin unatgan. Keyin Alisheram bor o'zim ustam, Samo media egasi. Eslashda ko'rib o'tiribdi meni, bilaman. Alisheram yana bormaganman. Bu qarchi danishib ketdimiz, dim prikolog'an cheris danishib ketgan. Xudo shukr, bilasan ha. Xudo shukr, rasm çok ishlaydi Alisheram menda. O'sin men endi xudo shukr bilan yuradim, nataраdim. Keyin men SMM bo'yicha onlayn kurslarga qatnashganman. Onlayn kurslar o'qiganman, bir oy o'qiganman, ko'p o'qimaganman. O'sha nima deydi? Ishtimoi yoqmayman kursda o'qish. SMM sohasi yoqmagan. SMM sohasi o'zi yoqmaygan. Lekin ishlaganman SMMda. O'sin shu bilan xudo shukrlar bilan 1-2 marta rasmga chiqib ko'rdim. Unatdim, keyin
Xudo shukr aytdim men. Aytdim, ustan SMM olmaymi? SMM olmaymi deyapman. Men iPhone'im shunday ishlab bersam, yashagir olmaymi deyapman. Keyin oladi bo'ldi, so'rab ko'raman-da. Shu bilan borib so'ragan. Kakras shu kuni mena rasmda bo'lganman. Ustalar ham to'yda bo'lgan. To'y syomka taradilar. Oson to'ydan chiqqanlar hammamiz bir yerga kelamiz ishga bo'lgandan keyin Xudo shukr aytadi, shuni SMM chiqib. Kelishim mendan so'ydi. Ne kerak ishlatadi o SMM chiqdi. Men tushuntirib berganman keyin. Shuni siz profilingizni yuritib beradi. Videolar qo'yiladi, istoriyalar falan pislik hammasini bo'ladi deyapman. Elishim o'ylab yaxshi deyapman. Bo'ldi yaxshi, sana aytishim kerak, profilni berishim kerak. Avval bo'ldi profilni beraman deb, profilni shuni o'zini ulab bergan. Hech qanday gapsiz dogovor esa yo'q. Profilni shuni ulab bergan. Bo'ldi tamom deb, kakras shu kuni biz Palovga ketsak bo'lamiz. Palov gaplashib qo'yganlar. Ketdik Palovga, git, yodimdan chiqmay 11-dekabr kuni edi. Ketdikmi deymiz, ketdik deyarlar. Palovga borganmiz Xibaga. Palovni ustida o'tirib, guringlashib, hammamiz o'sha komanda bo'ldik-ku, o'sha men ham qo'shdilar shura. Komanda bo'lib guringlashib, o'tirib palov yeyamizdan ertangi kun surazi ishga chiqib ketganman. Ish boshlanma, ishlarim yoqqan. Boshda endi tushunmaganman sistema, to'g'risi to'y sistemani umuman tushunmayapman. Keyin 2-3 videodan keyin o'rganib ketasan-ku, ondan o neyda bo'lishini. Bo'ldi deb keyin bosdik shu bilan ketaverganmiz. Ana shundab men esimim chiqib ketganman. Aytishim esim 1 yil emas, salkam bir 7 oy, 6 oydan esimim chiqib bo'lganman. Aytishim yanında. Ana keyin chiqqan men shu kamerani katsipasini ko'rgandan keyin nima desam bo'ladi. Bab iPhone. Telefon aqa bu. Kamera chisti video uchun chiqqan mezda. Asli shunday, avval men liboy bir mobilograf bo'lsin, boshqa bir video maker bo'lsin, liboy bilan aytib berishim mumkin, bab kamerani katsipasi boshqa telefondan qaraganda. Keyin nechtir men kamerani nasi yoqib ketgan. Katsipasi dum yoqqan. Shu yoqqan, shu kadrlari, boshqalari keyin o'ylanganman. O'tsamki, o'tmasam, hozir o'tsam deyapman, yana 2-3 oy yurish kerak, yana pul yo'q, bunday deb. Pul o'chadamsiz siz. Pul o'chaganmiz keyin shu bilan keyin yaxshi deb yuraverganman. Esimga tushib. Keyin telefondagi kadrlarim kamerasilarimni shu shagirtlar, 1-2 shagirtlar bor, adini aytmayman. 1-2 shagirtlarni yaxshi olib bossam bizni kadrlar. Telefondagi kadrlarimiz zo'r. Telefondagi kadrlarimiz zo'r o'tirgan. Keyin bu zo'r oladi, buni netadim deb meni maqtan. Endi bu maqtandan keyin aytasan, ya o'zingda hech bo'lmaydi, sherikka ketasan-ku. Va shundan ketgandan keyin sezonning oxiri bola keldi. To'ylar ko'payib ketdi. Shu bilan keyin davay aytdim. O'rgatasizmi deyapman. Davay o'rgataman, bo'ldi lekin o'tdingiz berishadi. Bo'ldi deyapman. Boshda apparatni o'zini o'rgandim. Nechki ishlatish bo'lishini, shuyerda jo'ralardan o'rgandim, ustadan o'rgandim, so'ramadim, bilmaydim, so'radim. Shu bilan keyin 1-2 kun o'rganib bildim, 3-kunidan davr aylanmoqqa tushib boshladim. Davr aylanib qaradim, zo'r, usta yoqib tutdi, chotki yomon emas. Keyin bir apparat, bir to'y, bir qizinlarda edi, 2 kamerali qizinlarda edi. Men bir apparat berib qo'ydi o'zimga, lichni o'zimga berib qo'ydi. Xohlaganing chal dedi. Xohlaganing chaldi. Men sana deyimman dedi. O'zing ko'ribsan bizani. Xohlaganing chak, men deyimman dedi. Prosta bizlarga xalaqit berma, bize sana xalaqit bermadi dedi. O'zingcha olib ko'r qani dedi. Yarasa qo'shaman dedi. Deb oldi, davay dedik, oldim, zo'r etib. Bu marketchi bo'lgan. Apparat marketchi bo'lgan. Men endi marketchini biladigan videograflar olsa, ekrani oldi. Tushunman to'g'risi. Ekrani oldi endi videograflar biladi. Ekrani oldi ozginada. 1 dish, 1,5 dish oldi ekran. Olsun. Nep aldandan keyin men qarang'i tushirganman. Lekin kadrlarim yoqqan usta. Tamam o'ldiribsan, qarang'i, nima bo'ldi tamomda. Keyin o'zi shundan keyin gelinga kirib beradi, gelinga kirib beradi usta. Oyog'imni men olib ketar edim keyin. Gelinga kirib beradi, keyin men olib ketaman. Mashina olib ketar edi. Nep o'rganib, oxirida 3 to'y bor edi. Oxirgi sezonning oxiridagi 3 to'y. O'zi aran roza edi-da. Sezonning oxiridagi 3 to'y bor edi. Odam 70 ming qoldi. Dum 70 ming qoldi odam. Вообще arendadan telefon hech kim yo'q. İlaslıklı məni bastı ki, ne olsam bir gün sinovda təsən dedim, ne dedim, tamam dedim. Nep keyin özümə taşadı, şurada çıxıb ketib, zor etib alıb, ana şu bilan birgə qoşulub ketganman. Lekin ko'p bo'lmadi, masalan, aytadan olsam, fevralda edi. Fevralda shunday ishlab boshlagan bo'lsam,
Uşu mən mayda Cemştam toyadı. Hemen balası. Ha. Mayda mən ucu aparat ekkəm. Oylanıb oturub. Doğru. Doğru. Ne olsa olur. Ne olsa olar da. Uşu mən vəbşi girib getgənimdən ki. Pul köp da şunu. Pul köp bunda. Oylamanma bunu. Pul yok da. Arkaya malay ne? Kızla esleşti yazaslı. Vay. Nika'nı kopkama keda çıkar. Ha, keyin ne çıkan ki? Ya Cemştam toyuna 31 mi? 31 mi? Şimdi toyu olğan Cemştam. Ki ucuma girib getdim lan, kəlləm bilən girib getgənmə. Keyin montajını öyrəndim. Oturub ustada oğurlab montajını öyrəngənmə. Keyin usta getib qaldı bir gün. Qara oturup man. Bekar mango indi. Roza həmmə bekar olar. İşte öyle yatıp mı bir de? İş sal kitədə. Çıxama iş edimenden getəməm. Barıb oturam. Kamtıra qara oturam. Usta işləb oturadı. İş gələdi getədi. Gələdindən umut işindən yenə 5 minutdan yenə getib qaladı iş çıxıb. Ay şimdi indən ki, toxtadım lan, oğurladım. Qınıb gələn oğurladım. Yəni kanşə səsətədi. Usta getdi. Gəlincə mən o yarım saatlik yerini bitirdim bu oyunu. Qarasa yoxdu. Sən montaj etib biləsən mi? Ustam aytdı. Biləmən, az dedim, ürgəksiz oldum aytdı. Tamam dedi. Şu bilən 1-2 vəzinə ürgətdi frazalarını. Aranındakı bizim tartik getdim, fonunu toylanı montaj edən oldum. Ki şundan ki girib getdim ki mən. Nə olsun aytdım, indi getəmə sistemada dedim lan. Oylandım. Güzəkdə sezonda başlayam aytdım, aparat alamam dedim. Oldu tamam dedi. Hazır dedi ağanın ben paydası yok. Ben pul bayla beter dedi. Yazdı işi yok bu. Ha. Birinci sene indi çıktı. Şu bilen ki bu oldu dedim. Yani güzəkdə seni təbii alamız dedim. Cavahıram baladı. Məyandakı Joxar. Kör 30 sen bilen. Joxava. Joxam güzəkdə alamam dedi. Joxarama aparat yok dedi. Tamam da ikimiz alamız dedik. Ki əkem aytdı. Asan ağza alıqqam aparat gələmən dedi. Keyin güzəkdə mən tapılmayın qazanç edəsən dedi. O dedi, bu dedi, kəlləni bızdılar. Ki aralıqda Pul köp. Aralıqdakı Cemştam toyu çıxdı. Ki şu bilən davayım aytdım, Cemmam toyun dedim, özüm birinci qava aparatımda düşürəm. Getdik dedim. Alamız bu getdidən doğru oylamızda bir taşıyla getdik. Barıb aparat gəldik ki. Şimdi Şunda girip gitkensen girib kardeş. getdim ama. Özü Şimdi kəlləm bilən girib getdim. Özü bu saha giriş ne oluyor ona? Giresin gemegen, lekin prost şuların yanında işlet durup şuna kızıkıp keyin girip gitkensen. Ya aslı kızıqqanman. Aslı kızıqqanman. Lekin oylamağanman girib Şimdi getəmən. dımağım oylamagan. Ava oylamağanman. Vəbşi oylamağanman. Dım girip geçse oylamagan. Girib geçsim oylamam ha. Ben birdən girib getdim aslında. Zor lekin. Normal. Sen şəb girib getdin məsələ yine SMM'də okudunuz. Okuganman o. Şəb girib getdin. Səndən bir işləlik. Yok şu bizler hem şu 2020 yıl vaxtları. Green. Yes. Oh yeah. Yes. Yes işte o işədəylə Cəmşidlə Cəsurbekni əvvəlki videolarını qoyub bərəməzlər. Nişə düzgən, nişə işlərlər. Özlər bir görüb baxa bərəsin. A few moments later. De şu vaxtı kızıkar edim. Montaj etişe kızık ama iyi Instagram'ı yürütüşe neştir kızıkar edim. Hem 2020-2021 yılları bizden profil satış moda edi. Moda bulan. Prям подписка köpəytirəsən, iyi adamlara satasan mesela. Ama şu nərsəyə kızıqqanma ondan podpiskəni köpəytirərdim. Video koyardım, prosmotr olursa kuanıb. Keyin azgına rivajlandı şu nərsəm. Keyin 2022'de məktəb bitirdik bilsən. Ha. Məktəb bitirgənimizdən keyin iş yox. Lakin şu iş yoxluğunda Bərəkə marketdə işləyəm mən. Şəxs təpkəm dükanında. Şurada işləb birərdim. Şurada SMM-çiklə gəldi. SMM-çiklə gəldi. Bu net video aldı, bu net video. Qarasam mənəm alıb biləmən lan. Şu nərsəni. Alıb bilib tutma. Montaj etdirtdilər şu nərsəni mənəm etib biləmən. Çünki o vaxtları CapCut Pro yox idi. Çünki CapCut-ı bemallar işlətsən olar. Özü var idi. Besplatno. Yes. Hazır gündə pul. Zır. Həmmən Hazır həmmən əsədə pul oynatdı. Hava. İndi aytacağım. Mən aytacağım.
şu vaqtida shularni ko'rganman. Shularni ko'rganmandan keyin nechun men to'linman shu ishni deyapman. O'zingizda fikr paydo bo'lgan. Hava. Shu o'zimda fikr paydo bo'lgan, keyin qidirib boqsamman, neda o'qisam ekan. Ha, onlayn kurslarni. Hava, qaradim, keyin yoqmadi. Keyin bir uyda bir ikki problemalar bo'ldi. Keyin sentyabrda men getadon bo'ldim. Toshkentga borib o'qib kelaman dedim. Toshkentga bordimdan 3 oy o'qidim, ham ishladim. Ham ishlayman, o'quv markazida ishlayman. Ham ishlab, praktikam oshirib kelganman. Shunday ishladimdan o'zimga yoqdi o'zim ishim. Chunki o'zim xohlagan ish, SMM menejer sohasi. Chunki o'zim shu narsaga qiziqqanman kichkina vaqtdan, keyin shu bilan kirib ketdim. Bilsang, san telefon urganman shu vaqt. Toshkentda yurgan vaqtimda birinchi o'p san urganman. Men o'qidim. Kompyuterda keysman o'tiribman. Esisto, keys ochdim. Keyin bera keldim, lekin bu yerdagilarni tushunmasadi. Salgina berib tushunish qiyinroq edi. Keyin shu bilan birinchi ishlagan yerim, prям dokumentalniy ishlagan yerim desam, Ruskiy les bo'ladi-da, Taxtakan. Birinchi o'pishda ishlayapman. Boshda eng bilmagan vaqtimda shu yerda ishlayman, birinchi o'p. Jamshtamda ham og'am chaqirgan o'zi. Shuning uchun sen o'qib kelibsan, shu yerda ishla. Buni izidan keyin Baraka market chaqirdi. Eng qiziqi, o'zim ishlagan yerimga men shu girding. O'zim kirib, men o'zimga o'sitdim. Men ketjak vaqtimda men bir ikki odamlar ishonmagan. Ketma, yapolmaysan o ishni deganlar. Uydagilarim emas, boshqa insonlar. Ko'chadagilar. Ham shunday deb bu sohaga kirib ketdim, keyin o'zim rivojlantirishga qaror etdim. Aldashmas, masalan, Ayjamal brend yanında ishladim, boshqa ulug'li blogerlar yanında ishlayapman. Ayjamal brend ustaga. Shanam aytib ketadi, kameraga aytib ketadi. Yo'q, endi esiz Ayjamal brend ustasi buni noldan ko'targan desam bo'ladi. Yo'q, men yolg'on gap aytaman hech narsa. To'g'risi ishlayapman, ishlagan yerlarimni yolg'on deb aytaman. Oshlatib o'zimni tanitdim. Keyin rivojlandim. CapCut'ni yana o'zimga ma'lumot yig'ish uchun yana o'rgandim va ish sohaga kirib keldim. Men bu sohaga kirib kelgandan lekin hech qachon afsuslarim bor. Lekin shu narsani yaxshi ko'raman, chunki SMM sohasi men uchun eng yengil ishlardan birisidan. Nima yengillashasiz? Men uchun havo. Har kim o'z ishi uchun yengil bo'ladi. Havo. Yengil bo'ladi, lekin endi otizda ishlamayapmiz, mol boqmayapmiz. Shunchalik samirib ketgansan, shunchalik yo'q, samirgansan. Samirish nima bo'ladi deymi? Sizlarning hayotimni ko'rmagansan, shuning uchun sen orqaga yotib va patologatiflar yurgan odam bo'lgansan. Yo'q, meni samirtirib bergan insonlar kim aytaymi? Misha Burger. Misha ish proyektni ishlayapman bo'lsam, Misha olma buni. Tamom. Chapinglar buni. Agar kafeda nechik bir fast foodlardan chaqiradan bo'lsa-da, balani oldirmanglar. Bu samirib lash kessaki o'zini o'zi apilmay qoladi. Eslashdi. Yo'q, endi qara, masalan, men proyektni gaplashganda, masalan, oylik gaplashasan-ku, to'g'rimi? Men abitda borar edim. Endi gamburgni yeb ko'r. İçkegen. Hemen içki koptu bir gün. Datı kör bir gün. Birini datasam mı? Keyin ikkini yesin geledi. Şunu her gün şunu yerdi. Ahval şundan bok gitti, keyin semirip kettim da özüm. Sen bizimle neyden gelgen? Hava. İçki köp yedire vermen neyse mümkünler. Hazır oylanıp oturtma. Bir saval geldi tam bana. Kavutçu siz Köçeköy'de olsun, başkayda olsun, konkurentler olsun, sizi konkurentleriniz ya dostlarınız olsun, sizin işleş bir adamlar olsun, Ayjamal'ın şagirtliğinizi hemen biledi. İşleşkensiz, şahsi mobilografi bo'lgansiz. Endi hozir aytchaqim, nima deydi? Siz hozir boshqacha tuyulishi mumkin, yo yomon ko'rishingiz mumkin. Har kim o'zining yo'lidan ketdi. Ya'ni urush oldimi endi shu urush? Tushunmovchilik bo'ldimi? Endi biz bilamiz-ku uni. Shuni sizdan so'rayapman. Ne gap so'z o'tdi oralaringizdan? Bilan ishlashmay qo'ydingizlar. Yo'q, bu har kimning o'zining yo'lidan ketish deyilgan. Urush bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Prosta har narsani vaqti saati bor degan gap rost ekan. Hech kim bilan umrbod ishlab bilmaysan. To'liq ishlashni iloji yo'q ekan, baribir. Peshonaga yozib qo'ygan ekan, shu kuni hech qanday urush bo'lgani yo'q. Har kim bir-biridan omad tilab ketganmiz, qo'l tashashib. Hech qanday muammo bo'lmagan. Prosta odamlarning qo'l tashash ishni. Qo'l tashashib
Şu her kim özünün yolundan getadi. Men size xalaqit beraman, siz menga xalaqit bermeysiz deb. Shunday ketganmiz. Ha, qo'shilib deb, qo'shlashgansizlar. Hava men shunday qo'shga birgalam nima biladi? Qo'shga birgalam nadinda apka men ishlashib bilinman ekan. Har kim o'zidan ketadigan yo'l vaqti kelibdi deb o'zini aytganman. O'zim bo'ldi yaxshi uka, senga omad degan. Bo'ldi. Hech qanday muammosiz tarqalib Ha. ketdingizlar. Lekin Bazarsizlar. ko'pchilikni endi ayzamal brendini tanimaydi odam bo'lmaydi. Endi to'g'risi tanimaydi. Hamma taniydi. Hava, taniydi. Har kimda har xil fikr, menga keldilar, nechun urushdingizlarmi deb har xil gap aytdilar ammo keyin men yo'q, urushganimiz yo'q. Axir har kimni o'zini bir vaqt sati bo'ladi degan. Menga bo'ladidan, masalan, men ham shunday, masalan, bir kun baribir ajralasan, bir kun baribir kim bilan ishlasang, agar sen ulli blogerlar bilan ishlasang ham, hop 2 yil ishlasan, 3 yil, 4 yil, 5 yil, baribir o'zing shaxsiy chiqishing kerak. Shaxsiy baribir yo'lingiz bo'lishi Hava. kerak, o'zingizni. Shaxsiy blogingiz bo'lishi kerak. Hava. O'zing ham harakat etishing kerak. Tushunarli. Endi yetib turibdi ozgina. Yaxshi. Hayotingiz o'z yo'lini ham, Ha. hayotingizga aralashimiz. Hayotim. Hayotingizga hayotim, Yes. hayotingizga qo'ltiqim. Endi qisqa savollarga o'tamiz. Men Ha. 1-2 Qisqa javob berishim kerakmi? xalasiz, qisqa xalasiz, sirrak. Hech qanday Tamam. muammosi yo'q. Savollar taqlab ko'pmasa shu biraz negativ yaptı. Aura değil mi abi? 6-7. 6-7. Ciğerim 6'dan keyin nima keladi? 6-7. Do'stim 6dan keyin nechi keladi? 6 Yaxshi. Mana podkastdan boshlab Ha! dedi. Yaxshi. Ketdik esa. Savol beraman, javob berib boraverasiz. Hayotingiz davomida bir maqsadingizga bir erishgan yutuqlaringiz bo'ladi-ku. Masalan, bir narsa yutuqqan bo'lishi, masalan, ishingiz bir siz yutuqsiz bo'lishi mumkin. Masalan, olgan bir mashinangiz, uyingiz bo'lsin, bir yutuqsiz bo'ladi-ku baribir. O'sha yutuqingizni qarorini, masalan, bir narsa yutgan, masalan, mashina oldingiz-ku, shu mashina olacak vaqtindagi qaroringizni, masalan, shunga bir mashina olishim kerak ekan deb qilingiz, masalan, to'g'rimi? Bir narsa maqsad bo'lib Ava maqsad bo'lib turibdi-ku, shunga nishab yo'l olgansiz, masalan, nishab bir erishgansiz. Ava bir oddiy rakatib aytganda, masalan, nima deydi? Nishab shu yo'llarni o'tib borganingizni qiziqib turibdi. Masalan, nima erishdingiz yaqin yillarda? O'zingizga bir qimmat bahorak. Men to'g'risini aytaman, men hozirgi kunda bir maqsadga erishdim deb bilmayman hali. Chunki maqsad kichkina bo'lmasligi kerak. Katta bo'lishi kerak. Albatta katta bo'lishi kerak. Aha. Maqsad har doim katta bo'lishi kerak. Lekin men niyatlarimga ostan-ostan erishib botirman deb o'ylayman. O'zimni yaxshi ko'rgan sohamni, o'zim yaxshi ko'rgan telefon, o'zim yaxshi ko'rgan narsalar, o'zim xohlagancha yashash. U degani opa-akani. Bir savol bosh edi. Ha. Telefoningizni o'zingiz kim birab berganmi? O'zim olganman. Личный ko'rganing qani? Lishni o'zim olganman. Yaxshi, понял. Осуждаю. Lishni o'zim olib ko'pman telefonimni, Texnobozordan ko'pman. Reklama, get. Сразу yozib beringmi? Tamam, pulni beringmi desam. Niyatlarimga erishdim deb o'ylayman, lekin maqsadlarim emas. Ya'ni maqsadga erishmadi shunda, to'g'rimi? Ha. Poyolda savolingiz yaxshi amallab o'tdik. O'tmasligi mumkinmi yo'q? Siz uchun baxt nodada bo'lasiz. Baxt. Ko'pchilik az aytishi mumkin. To'g'ri, ota-ona eng katta baxt. Lekin hozirgi kunda baribir pulsiz baxt. Pul yo'q baxtda deb o'ylayapsiz. O'ylab turganim yo'q. Bu sog'liq, to'g'ri, sog'liq ham bir baxt. Lekin hozirgi kunda, hozirgi zamonda, 21-asrda prям pul menimcha ko'p narsani hal etadi. Agar kamroq pul bo'lsa, ko'proq pul hal etadi. Menimcha pul baxt ekamidi, baxtda boruvchi bir Yo'lakni yaratib beradi. yo'lakni yaratib beradi, vosita deb o'ylayman. Yo'lakni yaratib beradi, shundan sen o'zing o'tishing kerak. Ha, shu vosita deb o'ylayman. Ha. Poyol. Sizni boyatadigan narsa nima? Boyatadigan narsa ota-onam duosi. Poyol. Siz uchun haqiqiy
Qanakan janajon ya damar kesishganmi? Dedilar ki axir, Ha. shuning do'st nechik bo'lishi kerak sizcha? Do'st. Senin. Yo'q, men qarang, men odamlar bilmaydi nechikligim. Yo'q, qara. Odamlar nechik bo'lishini emas, sen bilan nechik bo'lishini e'tibor berishing kerak. Главный senda nechik bo'lishi kerak. Hava, masalan, men bir narsani yaxshi ko'raman, meni qadrlagan insonni men har doim qadrlayman. Shu narsa menda bor. Chunki bu narsa yolg'on emas. Masalan, sen meni zo'ramsan masalan. Sen meni bir o'layanda qadrladingmi? Demak, men ham bir o'layanda qadrlayman. İkimiz birga masalan, birga o'tirgan vaqtimizda farqi yo'q. Nishatib so'kinsak ham, boshqa narsa ham bu jo'rachilikda bo'ladi narsa. Lekin основной aynan чужой insonlar yanında seni qadrlagan inson haqiqiy do'st bo'ladi. Shu gap bizda peshonamizda o'paradimi? Bo'lmaydi. Iya, Kuyjak ko'ramiz. o'radilar. Kechirish qiyinmi, uzr so'rashmi? Kechirish qiyinmi, uzr so'rashmi? Menimcha kechirish oson. Chunki bir odam kechirib beraveradi. Shunday vaziyat bo'lib qoladi. Endi Xudo kechirgan biz kim bo'libmizdan? Shu narsa. Lekin uzr so'rashni bilmaydi odamlar ko'pincha. Uzr so'rasi kelmaydi. Nechun men bu odamdan uzr so'rashim O'zim kerak? borishim kerak, nechun men u yana yalanishim kerak. Ha. Hozir ko'p qizlarda bo'lib turibdi, ammo Ha. shaxsan o'zim ko'p ko'rganman. Nechun men birinchi harakat etishim kerak o'g'il bolani. Ya bo'lmasa, bir yaxshi qiz bola o'tsa, o'g'il bola o'tsin. Bab atlanishini kur bir odamga kerakmidi? Ha. Ya kur o'g'il bola, ya kur qiz bola kerakmidi bu? Ikki taraf ham kerak bo'lgandan keyin Terazining ikki tarafi bor. Ava, ikki taraf terazi va ikki tarafda o'lchanadi. Aytchag'im baribir bir odam bunday deb g'ururchilik etmasligi kerak deb o'ylayman. To'g'ri. G'urur bo'yida, lekin menimcha atlanishini bo'yida sevgi bo'lsin, do'stlik bo'lsin. G'urur boyida. Ava, ota-ona bilan gaplashib bo'lsin, g'urur bilan baribir hech qanday nega erishib bo'lmaydi. G'urur bilan qachon ketib bo'ladi, xarakter bo'yicha g'urur ko'rsatsa, g'ururli bo'lsa odam, mo'j bir ikki yilda yutib chiqishi mumkin. Ammo balkim atlanishini deb o'ylamayman. Keyingi savollardan bo'lsak, Jasurbek. Sevgi muhimmi yo hurmatmi? Sevgi muhimmi, hurmatmi deb. Hurmat etgan insonni sevish kerakmi desak biza? Yo'q. Sizningcha, Evet. masalan, siz sodda harakatni tushuntirib beraylik. Sizga sevish muhimmi yo hurmat qozonishmi? He. Endi qara. Asli sevish deganda birinchi navbatda qadrlash, e'tibor, hurmat, mehr, vaqt, vнимание. vaqt, minimal to'g'ri. Vaqt bo'lmay qolishi mumkin, lekin shu vaqt bo'lmay qolgandan qadrlashni bilish kerak inson. Shundagina sevgi bilan hurmat bir bo'ladi. Chunki masalan seni vaqting bo'lmay qoldi, lekin qiz sana vaqt topib turibdi, seni vaqting bo'lmay qoldi. Tasavvur et, sen to'ydasan masalan. Lekin seni shu hurmat etmadidan sen meni vaqt topmay tursan deb tur, seni tushunmay, sendan kechib ketdi. Bu insonlar bilan hech qachon umrini oxirigacha yashab bo'lmaydi. Agarda seni shu vaqt tushuntirib hurmat etsa, hurmat etib turib, ha yaxshi tushunib turib sevsa, shundagina O'zingizga sizga hurmat kerak birinchi o'rinda. Hurmat, chunki o'zim hurmat etganimdan keyin men ham hurmat talab etaman. Keyingi savolimiz. Yoshlikdagi eng katta xatoingiz nima? Yoshlikdagi eng katta xatoim Примерно 18 yoshda bo'lgan yoshligingizda. Yo'q, 18 ham demayli, maktabni bitirgan vaqtingizgacha. No, shuni desak ham bo'ladi. 16 yosh olamanda, 16 yoshgacha bo'lgan xatolaringiz. Eng katta xatolaringiz demayli, eng katta xatoingiz. Eng katta xatom uydagilarni aldab chiqib ketishim. Aldashtirajak. Ha. Aldaganman. Ko'p aldagan. Ha. Dim ko'p. Yo'q, O'rtacha. o'rtacha. Hammadan bo'ladi. Endi hammadan bo'ladi-dan, endi uydagilarni aldash endi yaxshi emas, lekin bizlar ham shu xato etganmiz. Yaxshi, bizning xatom deymiz savollarimiz. Degani, Endi men sizga bir savol tayyorlab qo'ydim. Ko'rinmasadan bo'lganingizda chetgan bo'laysiz bir kun. ko'rinmasadan bu onimdami? Ta'riflash qiyin, Kalla ko'p narsalar keladi. strashni ishlatib beraman bunday vaqtimda. Yaxshi. Ha, keyingi savollardan bo'lsak, agar telefoningiz gaplab bilsa, siz nima degan bo'lardi deb o'ylaysiz? Ey Peter, telefonni qo'y deydi, boshqa nima deydi? Nechun?
pulni tamom bo'lishi oson, lekin topilishi qiyin. O adam özünde bo'ladi deb o'ylayman menimcha. O da yani unchalik mehnat qilib topasan ku pulni masalan. Her kimdir oson yo'l bilan, kimdir qiyin yo'l bilan kelishi mumkin. Balki stroyga ishlab yurgan odam bo'lishi mumkin. Balki bizlarning bir tekinxo'r bo'lishi mumkin. Bize menimcha qiyinchilik topmay turib pulni yo'qotish oson deb o'ylayman. Qiyinchilikni ko'rsa, o'zi baribir o'zi haqiqatdan o'zi tayyorlab, o'zi ishlab, o'sha so'qdan ishlasa, может balkim qadrini yetar deb o'ylamasman. Keyingi savollardan bo'lsak. Oxirgi marta qachon o'zingizga endi to'shni aqlli bola bo'laman degansiz? Her yıl yangi yılda. Her yıl Her yıl yangi yılda. Priyam her yıl yangi yılda özüm nede berem şu yıl akıllı bolaman. Şu mun yaladım taşıyma, onu neden taşıyman demelik yoksa. Etim ben emez. Bir iki gün. Yok, bir iki hafta etemem o zaman. He. Arandaki zorunda kellerimiz sırası. Hop, keyingi savollardan bo'lsak. Hayotingiz film bo'lsa, adı ne bo'lar edi? Horlangan bola. Prям horlangan. Yotibdi uyida. Köp chetlanganlardan ben siz. Hop, yaxshi. Keyingi savollardan bo'lsak, sizni eng ko'p uyaltirgan voqea qaysi? Prям hayotingizda bir marta bo'lsam uyaltirgan voqea bo'lishi mumkin. Uyaltırgan vakıya köp bo'ladi bu. Qaysi bo'lsa aytib bersam bo'ladi. Bir dana. Eng prям uyalib qolgansiz. Uydagini aldırgan vaqtim uyalaman. İçingda uyalib. Yok içimden emas mesela. Bo'ladi ku vaziyat mesela. Zorang bilan aldab ketishing mumkin. Ya bo'lmasa bir uydagini aldab turib bilib qolsa. Men mesela yana men og'am shunday. Og'am hech kimga ishonmaydi. Doğrusunu aytaveray. O'zi og'am o'zim ham ishonmaydi. Men ham shundayroqman. Biz mesela nereye gittin ya Şabüssan deb so'raydi-ku. Sen bir gençe geçsen ya bir işlerin bilirse. Şu dedim yok bir de oturuverdim desen kakı. Kaçan oturuyorsun, nişap oturuyorsun, dep tutadı lan senin mi? Şu tutkan vaktinde şu gepkin koşma bilediler ama şu vaktinde prem uyalama. Aldığanım için. O doğrusunu açsam eşim sökmeydi. Prosto aldığanım için uyalaman da. Yaxshi. Yadda kalamiz şu bo'ladi. Keyingi savollardan bo'lsak. Like pat bizga tashaylar. Pul baxt ekkamasa, nechun hamma uni qidiradi lekin? Yashash uchun? Yashash uchun. Prem yashash uchun. Odamzod o'lishini bilib turib yashaydi. Yaxshi, keyingi savol o'tamiz. Qachon uylanasiz? Bu temadan gaplashmaydi. Hali maqsad bormi? Nechun maqsad yo'q, amma o'ylanmay tag'at ketaman men bu hayotda. O'ylanmadim emas, prosta vaziyatga qarab. Aniq bir sana yo'q. Uylanish bu yil, indiki yil. Men nima bilaman. Bu yil bo'lish ehtimoli bor, lekin 100% emas. Keyingi yil lekin bo'ladi. Agar to'y bo'laturgan bo'lsa, ham to'yindan bir kun oldin shunda podkast etamiz yana. To'y kuni emas, ko'ra. To'y kuni etamiz. Qattiq ruxsat bersin. Qara, qizlar uni yaxshi ko'radi. Ha? Qizlar uni yaxshi ko'radi. Qizlar yaxshi, qizlardan so'rash kerak. Men nimadan bilaman? Yo'q, endi bir gaplashgansan, bilasan, prям qizlar uni yaxshi ko'radi. Padarkadanmi yo o'zi ne bo'yicha hayot? Pulmi, faqat sevgimi? Yo'q, pul yaxshi ko'radi, pul yaxshi ko'rmaydi deb bo'lmaydi. Pulni hamma yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'rishim mumkin. Lekin ko'pincha e'tibor deb o'ylayman. Oxirgi momentalniy flash deydi-ku. Flashbang. Hayotingizda eng qimmatga tushgan xatongiz. Eng prям ishni aytgandan keyin sizga qimmatga tushib ketgan shu narsa. Shu xato hayotingizda Yoshligimda bo'lgan. Nima bo'lgan? Mashina yanim bo'lgan. Mashina qimmatga tushgan. 200 dollarga tushgan. 200 dollar. Bundan ko'p strashniy vaziyat. Bo'lgan ekan. Ko'p bo'lgan menda. Mashina sistemasida ko'p bo'ladi. Mashina sistemi. Havo, narsa shoq olganman, to'g'risini aytaveray. Mashaqqa chaladim uydagilardan. Her safar. Pravam yo'q. Bilib qo'yasizlar. Pravam yo'q. Yo'q edi. Edi, havo. Pravam yo'q edi vaqtlari.
Yoshman. Hali maktab bitirmayapman. Qiziqaman. Mash o'g'illar. O'g'limdan prям qo'shnilarga emas. O'g'lim ham yani uydagi mashinani akkasi ketadi. Akkasi ketadi. Havo. 1-2 marta akkasi ketib yurdim. Bizni yoqdi. O'sha tartadi-ku, baribir o'g'il bolam birinchi sevgilisi mashin bo'ladi dedilar ko'pincha. Rostdanmi? Ko'pchilikda shunday. Ha. Keyin shu bilan mashaqqat qilganman. Bir kun ichkiga hamma ishga ketdi. Akam chetda ishlaydi, og'am ishda, opam do'konda. Hamma ketdi, uyda hech kim yo'q. Ha. Uyda uxlab yotibman. Mashinasi keldi. Mashina keltirdi. Mashina qammondan garajni ochib, kameraman bo'ladi dedi. Kameralar meni qaramda o'tdi. Shih brat o'ldiradi-ku sistema. Kamerani ko'paramanlar. Bu tarafdan chiqib mashinani chiqarib, garajni beklab, kamerani qo'shib ketib qolaman. Hech kim bilmaydi. Bo'lsam, shunday aytib yurganman. Chiqqanmandan shunday mashina haydab, ko'chaning boshina borganman, og'am telefon qildi. Uyda sendagi, uyda men. Bo'ldi mashina yoqib tur, boramaz degan-da. Shokka tushib qoldim. Og'amga yotib, bilet mashinaga kirish kerak deganman-da. Kamera qarab uchib borganman uyga. Nan garajni ochib turib, mashinaga kirib o'tirgan vaqtda xayolga berib turib garajga urganman. Oh. Bizning garaj Spark'a mo'ljallangan. Hozir Cobalt sig'adi, sig'maydi emas. Shunday bir 7 sant zazor bilan sig'atdim mashina. Uni professional zo'rg'a kiradi. Endi men ko'childi. O tarafa zazorga bo'lgan bermaganman, doğru kasaka olib borib so'nashganman mashina. Biz ham prям normal tezlikda ekanman. Keyin shokka tushib qoldim o'shada. Orqaga bosganman, nima gap so'zda qarasam far, bufer. O'zi lekin kuzupuna demagan. Bufer lekin çok keyinchilgan, u prям sinib ketgan bufer. Keyin nalari tumankalari ketgan, elde fari ketgan. $200 saljata tushganman shu vaqtda. Lekin qara, shundan bilan shu tirchilik ketganman. Singan vajlarini joyiga qo'yganman. Elde farni krishkasi bo'ladi. Krishkasini ham joyini cho't ketib qistirganman, mashina garajga kirganman. Yesiz bilmayapman, ham bilan shishtirib qo'yib, yo'q kirib yotganman. Bilganmilar? Keyinchalik bilganlar. Keyin og'amga mashina chiqarmangda, ay yaqasim yemaldi endi. Keltib berdim. Og'am mashinani yoqqanda haydab ketib qolgan. Bilmayman. Endi qaramaydi-ku hech. Qaramagan, bilmayman. Haydab ketib borgan vaqtida bizning uydan aylandi. Salarraga yurdi. Mashina yoki dasi kirishga chiqib qoldi, farra kirishga. Pot etmasa chiqdi. Bir narsa tushganda sezasan-ku endi mashina. Durgandan, nima gap deyapman, durgan, yesiza yo'q. Ketib qolgan. Men ko'rganman u kirishga tushgan. Opamon turibdi, ko'rganman. Opam ko'rmayman. Opam ketgan haydab. Shu turishunda mashina shu turishunda haydab ketib qolgan. Prям shaharda haydab bitti. Far yo'q. Yo'q. Qarama qiziq. Yuravergan. Keyin yonkama kirishgan og'amni yashirib qo'yganman. Bizilamanmi endi u kirishgan olib yashirib qo'yganman. Geshta og'amgandan garajga kirishgan. Garajga girgan geshta soat 10:30-11 da kelgan og'am. Soat 4 da ketgan peshinki. Ketgandan keyin bilmayman shu vaqtgacha yuyib, uyga kirgandan keyin yoni o'stiqirdan mashina qarasa o'ldi, yo'qolib ketgan mashina. O'ylayapman, turg'un chiqmagan, o'sha bilganman. Garajdan chiqib boraverganman, bilganman, borganman. Anaga borgan. Bilet mashina o'lib ketibdi degan. Mana endi o'zimni lo'qliga solib topib bilmaydilar deb. Endi bo'lmaydi nechun ko'ramizsan dedi, g'ayat etgan maqam mashina. Lekin og'am ko'rib turg'asa meni kechirish vaqti yaxshi ketdi. G'ayat etgan maqam mashina. Bular qaramaqasan, nega urdilar? Bilinman degan. Nera bording de. Fast food bordim degan, ishga bordim degan. Bera bordim degan, bo'ldi bosh kerakmi? Mashinamni yurib aylanib qarab kelamiz degan. Mana meniki aytsang bo'ladi, o'sha yerda shuncha borincha. Yo'q, qo'rqqanman, aytman. Rostdan qo'rqqan, yosh o'g'ilning qo'rqqanman. Ketganmiz, ishga borganmiz, ishni o'zim bu bilan salgina chalashgan yerim, sotib qo'ygan yeri, bu fere go'k bilan qizil kraska bek qilgan. Garajning rangida bo'lgan. Garajning darvozasi qizil, chan tarafi osmon svet go'k bor-ku, go'k bo'lgan. Ikkisi yukib qolgan bu fere shu vaqtida. Lekin bilmaymiz boshida, og'am bilmagan. Men ham bilmaganman. Ketganmiz, keyin go'k bilan go'k mashina urgan menga degan. Go'k kraskasini ko'rsatib, keyin o'zi tuppat tikanlar biladi bozni. Go'k mashina qidirib ketganmiz shahar bo'ylab. Voy. Fast food borganmiz, nadagi? Mipni to'g'risindagi fast food borganmiz. Evvelchida fast food boradi. Shu yerga borganmiz, bankaga borganmiz, bu yerga bordik. Yo'q-da. Uyga kelganmiz, garajni asta ekan. Men endi bo'ldi o'tib ketdi deb o'ylaganman-da.
Garajdan chiqanman, og'am shu mashinaga kiryaptirganda o'ylanib, garajni nima deyib, kapsına qarab etganda. Bildim men. Biladi ba'zi dedim. Beraga dedi, hangmi? Mashina haydadingmi? Doğrusunu aytdi. Yo'q, hang. Albatta doğrusunu aytdi. Yaxshi, eshityapman, doğrusunu aytdi. Havoy dedim. Urdingmi, yo'qmi dedi. Urdim dedi. Mustir shu aytsalar, bilan shunchaylar borib keldim. Shunchaylar aylantirib. Yomon so'kkanlik. Lekin urmagan. Mujikchilik. Men boshda uradi deb o'yladim. Qo'rqqanman. Yo'q, shunda sen hozir shu vaqtida aytmay turib, shunchaylarni aylanib, mashina qidirib, sen gayet etib. Men qiziga gündüz günü o mashina shu avariyasi bilan yurganman ko'chada. O mashina sotilganmi? Havo sotib berdik. 19-yildan mashina oldi. 604 Cobalt biladilar buni ko'pchilik. Ha. Shavota sotganmiz. Lekin nima deyman, kuzovlarni demagan. Bufer bilan farq mashina. Ha. Do'stlar. Mashina toza bo'lgan. Yo'q, men akamning xarakteri badam shunday. Bir yere chiqib ketdim ya mashinani, bir yerini ursang, bir yere qirchilsa, buferi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, o'zi kepib qochadi. Akam kepib qochib sotib beradi shu mashina. O'zi mashina shunday, o'zi asli. Sotib beradi akam. Ko'pchilik haydaydi-ku, masalan, loyna, bular haydaydi, ular bog'lar. Bu gap Adhama deyishli emas. Rajabboyev. Sağ deyishli emas bu gap. Arkayam bo'lar, sen aytib turaman. Gava, arkayam bo'lar. Ana shunda shunday na akam kepib qochib ketadi. Men undan keyin ham arka kobaltni urganman götdini buferini. Endi ko'p mashina urganman, to'g'risini aytsam. Endi ko'p rasvota tushirganman. Endi bu narsa hammada bo'ladi. Menda bir shunday vaziyat bo'lgan, kichkina vaqtimda. Prям kichkina maktabga borishimdan oldindan. Endi 6 yoshda borasan maktabga bu vaqtda. 6 yoshimcha gapirmaymanmi? Gapirmaganman. Voy, 6 yoshgacha odam. Yo'q. Hozirgi bolalar, o'zi hozirgi emas, avvalgi bolalar o'zi 2 yoshida gapiradi. No, masalan, apa yo aka deb gaplashing kerak. Asli. Men bo'ldi, gaplamayman. To'g'ri, hozir lolg'ansan. Ava endi dimom lolmasdan, shunday rakvam. Lekin hozirgi kunda gap og'zim deymaydi, to'g'risi. Balkim shundandir deb o'ylayapman. Mo'z. Boshqa nima gap so'z qani? Endi ko'rsatuvimiz ham nima gap so'z bo'lgandan keyin endi nima gap so'z endi o'zingizda? Endi gap yo'q, shu proyekt qilib bir ikki proyekt olsa yozib qoldiringlar Jasurbek aka. Если что, endi to'g'ri birinchi soni qaranglar. Agar shu sonimda bir narsangizni yo mahsulotingizni reklama ettirecek bo'lsangizlar, bemalol bizlarga murojaat etsangiz mumkin. Pastda Telegram nomerlarimizni qoldiramiz. Albatta. Bu sizni biznesingizni kuchaytirishga yordam beradi. To'g'ri, bu birinchi soni. Ish yerinizda, kadrni ish yerida sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi deb yozib qo'yamiz. Albatta. Если что, homila yo ili nima bo'lsa, bemalol murojaat etasiz. Albatta. Xo'p, bizani birinchi xudo xolasa gap so'z podkastimizni o'z nihoyasiga yetib botir. Yetib botir. Nima ham bo'lar edingiz? Nima ham bo'ladi? Nima ham bo'lmasadim, bir taklif bergan bo'lar edim. He. Nelere? Bizani kuzatib o'tirgan zritellara nerimizda bir xato bo'lsa yo bir kamchilik bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda uzr. İkinci navbatda shuni sizlar kommentariyada belgilab yo yozib ketishlaringiz mumkin. Nerimizda xato bor yo qaysidir bir yerimizda bir neto gap qo'ygan bo'lishimiz mumkin, neradir aralashgan bo'lishimiz mumkin, yo birovni ko'nglida degan bo'lishimiz mumkindir. Bu uchun uzr. Yana bir narsa, keyingi sonimizda, birinchi sonimiz-ku, birinchi sonimiz o'zlarimiz uchun bo'ldi. Keyingi sonimizda kimni ko'rishni xohlaysizlar, shuni ham kommentariya belgilab ketishlaringizni bir so'rab qoldik sizlardan. Nima deysiz? Albatta, bizning birinchi sonimiz xudo xolasa yakunda yetyapti. Ne gap so'z podkast YouTube va Instagram profillarni albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi sonlarni yo'qotib qo'ymaysizlar. Xudo xolasa bundan-da zo'r, yaxshi insonlar bilan podkastlar o'tiramiz. Prям kimni chiqarali? Kimni ko'rishni xohlaysizlar? Albatta homiy bo'zaqlar yozib qoldirishlaringiz ham mumkin. Bu bizani rivojlanishimizga yordam bo'ladi. To'g'rimi? Reklama qilardin endi. Yo'q, endi esimga ishlashim bo'ladi. Yaxshi. Videografa deymiz. Yaxshi. Yaxshi esa hammaga omad. Xayr. Sizlar bilan Sheyx Nazar va Jasurbek oldi. Görüşguncha. Xayr do'stlar. Nasib bilan ketdik. Yetib bo'ldi.